Zokirjon Furqat, o'zbek shoiri va publitsist. Zokirjon Xolmuhammad Furqat taxallusi ostida ijod qilgan shoir 1858-yil Qo'qonda mayda savdogar hunarmand oilasida tavallud topgan. Eski uslubdagi maktabda tahsil olib, keyinroq madrasada ta'lim olgan. Oiladagi og'ir moddiy ahvol tufayli 17 yoshli Zokirjon madrasadagi tahsilni tugatishiga to'g'ri keladi. U savdogarlik qilish barobarida ijod bilan ham shug'ullanadi. 1889-yilning may oyida Furqat Toshkentga ko'chib o'tadi. Ko'kaldosh madrasasidan qo'nim topadi. Endi shoirning qarshisida rus madaniyatiga batamom sho'ng'ish imkoniyati ochiladi. Toshkentdagi davrda 19-asr o'zbek adabiyoti uchun batamom yangi yo'nalishdagi yozgan asarlarini targ'ibot qilarkan, Furqat yangilik olib kirgan shoir sifatida namoyon bo'ladi. Gimnaziya, fan haqida, teatr haqida, musiqiy to'plam haqida, shoirning o'rni va she'riyatning yuksakligi haqida, ko'rgazma haqida, Royal, Suvorov kabi asarlarida Furqat ma'naviyatning ilg'or himoyachisi sifatida ilgari chiqadi va rus madaniyati va ilmning qo'shilishiga jonbozlik ko'rsatadi. Fan haqida nomli she'rida Furqat Rossiyaning texnik jarayoni, temir yo'li, elektr energiyasi, telegraf haqida ilhomlanib so'zlaydi. Shoir rus olimlarining timsollarini, donishmandlarini yaratishga urinadi. 1891-yilning may oyida Furqat Toshkentdan Samarqandga jo'naydi. U yerdan xorijga yo'l oladi. Shoir Turkiya, Yunoniston, Bolgariya, Misr kabi davlatlarda bo'lib keladi. 1892-yilning bahorida Furqat Arab amirligiga ketadi va bir muncha vaqt Makkada yashaydi. Shu yilning kuzida Furqat Bombeyga keladi va Hindiston bo'ylab sayohat qiladi. 1893-yil mart oyida shoir Kashmirga yo'l oladi. So'ngra Qashqarda yashab, keyinroq Furqat Xitoyning Yarkent shahrini tanlaydi. Furqat qayerda bo'lmasin, qaysi yerda yashamasin, hamma joyda xalqning nohaq kambag'al hayot tarzini ko'radi. Hind, afg'on, qo'shg'ar kabi mahalliy yer-mulk egalarining va ingliz mustamlakachilarining sitamlariga bardosh berishardi. Furqat mustamlakachilikka qarshi yo'naltirilgan maqolalar yozadi. Ayniqsa ingliz mustamlakachilarining siyosatiga qarshi chiqib, ularning qilmishlarini qoralaydi va mehnatkash xalqning zolimlarga qarshi kurashishini ochib beradi. Furqat umrining oxirigacha xalqlar do'stligini tasdiqlab kelgan. Uzoq o'lkalar bo'ylab sayohatda bo'lib, shoir o'z xalqini ham esdan chiqarmagan. Ona yerini qo'msagan. Furqat umrining so'nggi yillarini Yarkentda o'tkazib, 1909-yilda vafot etadi. Shoirning she'rlari rus, tojik, uyg'ur va boshqa tillarga tarjima qilinib, bir necha bor nashrdan chiqqan. Furqatning she'riyati hanuz kitobxonlar tomonidan o'qilib, ko'p sonli kitobsevarlarni quvontirishda davom etib kelmoqda. Uning she'rlari 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridagi o'zbek lirik she'riyatining eng yaxshi namunalaridandir. Ko'plab she'rlari kuyga solingan. Furqat o'zbek shoirlari orasida birinchi publitsist bo'lgan. Rus tili, rus ilmi va texnikasini o'rganish uchun zarur ma'lumotlar yozgan. Furqat xalqning ma'naviyati sari intilgan, zero rus tili orqali jahon madaniyati sari yetishish uchun. Shoir va publitsist Zokirjon Furqat o'zbek madaniyati tarixida yangi sahifa ochdi. Adabiyot rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. 19-asrning ikkinchi yarmi 20-asrning boshida yashab ijod qilgan taniqli shoirlar Muqimiy, Ahmad Donish, Zavqiy, Komil Xorazmiy bilan birga Furqat demokratik adabiyot yaratilishida ishtirok etgan. Furqatning g'azallarida hayotning bor go'zalligini his eta oluvchi inson ovozi jaranglaydi. O'ziga xos uslubi, g'oyalarning nozik va chuqurligi bilan uning she'rlarini 19-asr oxiri, 20-asr boshlari o'zbek she'riyatining eng nodir durdonalari sirasiga qo'shishga undaydi. Ko'plab g'azallari xonandalar tomonidan kuyga solingan.